Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiye desi de gadiroz. Washington'dan sözlerimiz. Bugünkü leksiyenin mavzusu bundak. Reis Xi Jinping, Çavuşengi imborgu yürgüzüş hoş oldu. Lekin 100 günlük kengçilik qilish vaqti berishni talab qildi. Mavzuli xabar 5 ayning 23 kuni Jungo nazar tor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Jungo'nun reisi Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident Trump bilan suhbat o'tkazgan mezgilda Çavuşendagi Jungo shirkatlarining Çavuşanga embargo yurgizishiga qo'shildi. Lekin 100 kunlik kengchilik qilish muhlati berishni talab qildi. Amerika va Yaponiyaning ko'p amaldorlari Çavuşengining gezitiga Yaponiyaning gezitiga mundaq ko'rsatdi. İki davlat rahbarlari Çavuşen masalasida hamkorlashishga qo'shildi. Lekin reis Xi Jinping ko'proq vaqt talab qildi. Yaponiya geziti mundaq oshkorladi. Prezident Trump ifoda bildirib, Jungo hamkorlashishga qo'shilmaydi ekan, Amerika bir necha Jungo shirkatlariga jumladan Çavuşenning pul muomala organlariga munosabatli shirkatlarga embargo yurgizdi. Prezident Trump ve Aksaray bu yıl 4. ayda Florida shtatida o'tkazilgan Amerika Jungo davlat boshliqlari suhbati to'g'risida hech qanday bir ahvol sharhlamadi. İki davlat rahbarlari birlashma bayonotni e'lon qilmadi ve muxbirlarni kutib olish yig'inini ochmadi. Suhbatdan keyin Prezident Trump zo'r ilgirlashga erishdik dedi. Şu sözden üzüla kupayı oldu. Enlikdeki yangi küçük bir mavzu. Çavuşenning yadro quroli Amerikaga bevosita tahdid soldi. Go'yo bu ishdan saqlang'ili bo'lmasa kerak. Mavzuli xabar 5 ayning 23 kuni Vanli tor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministerligi Devlet Müdafiə Axbarat Bölümünün başlığı 23 kuni mundaq ko'rsatdi. Çavuşen 5 ayının 13 kuni raketa qo'yib berdi. Ko'p boshliq bu raketa Amerikaning tuprog'iga bevosita tahdid solib, saqlang'ili bo'lmaydigan darajada nishonga qadam yaqinlashdi. Yani bu sınak kılıvatkan raketa, sınak kılış nişanıga texnik cihetten qadam yaqinlashyapti. Bu raketa Amerikanın davlat territoriyasi tavasiga yaqinlashyapti, qadam yaqinlashyapti. Bu Amerika axborot organlarining 13 kuni Çavuşen qo'yib bergan raketa to'g'risidagi oshkora bahosidir. Razvet bölümünün başlığı Devlet Meclisi Kengash Palatasının Harbiy İşler Komiteti Dünyavi Tehdit Guahlık Beriş yığınida yuqorqida guahlıqdan o'tdi. O mundaq ko'rsatdi. O'tgan yili Çavuşen 12 dona raketasini qilib, sun'iy amrani ham osmonga chiqadi. Bu yilning 5'ida Çavuşen harbiy ko'rakda ko'p xil raketani ko'rak qildi. Qisqasi bu faoliyatlar Çavuşenning yadro o'q beshi elib yuralaydigan raketani sinaq qilayotganligini, miqdor bo'yicha saqlashni kuchaytib berayotganligini ko'rsatib berdi. Davlat Mudofaa axborot bayonotchisi Markos Çavuşenning raketalari Amerikaning g'arbiy qirg'oqlariga yetib kelalaydi. Çavuşenning bu kuchga erishganligidan endi yoki bu kuchga erishganligidan saqlang'ili bo'lmaydi deb ko'rsatdi.